Bugun biz Counter-Strike 2 o'yini uchun maxsus kompyuter yig'amiz. Maqsadimiz juda ham oddiy, maksimal darajadagi FPS va qulay gameplay. Umid qilamanki, ushbu kompyuterimiz hatto 250 ta FPS beradi. Sizlar bilan kompyuter ustasi, biz boshlaymiz. Har galgidek kompyuterimizni sborka qilishdan oldin uning tarkibiy qismlari bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Men hozir narxini aytaman. Azizlar, sizlar izohlarda yozinglar, arziydimi yo'qmi. Ushbu kompyuterimiz $400 ga yig'ilyapti. Protsessori o'zi, monitor, klaviatura va sichqonchalarsiz $400 ga yig'ilyapti. Hozir albatta birma-bir aytib o'taman, sizlar yozasizlar. Bo'lmasa boshlaymiz. Bizda azizlar 12, 13 va 14 avlod protsessorlarni qo'llab-quvvatlaydigan H610, Sonic dan H610 plata. O'zi bizda ikkita variant bor edi, yoki 510 yoki 610. 510 da 10 va 11 avlod protsessorlarni qo'ysak bo'lardi. Bu yerda bemalol 12, 13 va 14 qo'ysak bo'ladi. Lekin bu yerda Intel Core i3 12100F protsessori turibdi. Lineykani boshlanishi kelgusida upgrade qilsalar bo'ladi. Bemalol i5 yoki i7 qo'ysalar ham bo'ladi. Va bu protsessorni sovutish uchun aytgancha bu yerda ikkita NVMe slot ham bor, lekin bizda NVMe yo'q, pulimiz yetmadi. Va bu protsessorni sovutish uchun Snigovikdan mana bunaqangi ikkita mis trubkali kuller. Juda ham oddiy kuller. Kimdir aytishi mumkin bu kam-ku deb. Yo'q azizlar, protsessorimizning TDPsi 58 vattdan boshlanib 110 gacha. Bu bo'lsa 110 gacha sovutadi. Tak что idealniy mos keladi. Upgrade uchun albatta bu birozgina kamlik qiladi. Buni ham alishtirish kerak bo'ladi agar upgrade qilsalar. Xo'p, SSD bizada byudjetimiz yetmaganligi uchun 120 GB Hikvisionda mana bunaqangi SSD. Abbo, fokus постоянно qochib ketadi, uzr. Mana, oddiy SSD hech qanaqangi plus minus joylari yo'q. Buni oxirida oldik, pulimiz qolganiga mana shuni oldik. Xo'p, operativ xotiraga keladigan bo'lsak, 8+8 16 GB DDR4 2666 bittasi Lexardan, ikkinchisi Crucialdan. Bu yerda albatta 120 GB kam, shuning uchun ham 500 GB lik Samsungda mana bunaqangi disk bor. Asosiy narsa video karta. Gigabyte'dan GTX 1660 Super 6 GB video karta juda ham kuchli. Bu GTX larni qiroli desak ham bo'ladi. To'g'ri 1080 Ti bor, lekin bu GDDR6 azizlar, juda ham shustri karta. Bemalol o'zi bunda istalgan narsani qilsa bo'ladi. Men bunda stream ham qilganman, o'yin ham o'ynaganman, shader bilan o'ynaganman. Korоче, hech qanaqangi muammo qilmaydi. O'zi kompyuterimizni CS2 uchun yig'yapmiz. Umid qilamizki 200 FPS oladi. Xo'p, blok bitanaga keladigan bo'lsak, upgrade inobatga olgan holda 600 wattlik Kaugardan 80 pluslik sertifikatga ega bo'lgan. Qaranglar necha watt beradi bu? 12 wattlik liniyada 49 amper 558 watt beradi. Juda ham kuchli blok pitaniya. Kaugar garantiyli taloni ham turibdi. Juda ham sifatli va kuchli blok pitaniya. Xo'p, va oxirgi narsa bu albatta case. Mana bunaqangi akvarium Azzadan. Mana bunaqangi casedan ishlatmaganman, lekin juda ham chiroyli ekan, qaranglar. 4 ta kullerga ega bo'lgan. Mana bu yerga yana bitta qo'ysak bo'ladi va tepaga yana ikkita qo'ysak bo'ladi bemalol. Endi vajanka uchun qo'yilgan asosan, lekin juda ham zo'r narsa ekan. Xudo xolasa sborga qilib ko'ramiz. O'zini tutishi qanday bo'ladi? Menga yoqdi. Xo'p, azizlar, barcha narsalarni shu, endi sborka jarayonini boshlasak bo'ladi. Sborka jarayonini protsessordan boshlaymiz. Prosessorimiz o'z joyida, soketda turibdi. Kaltro ham o'rnatilgan. Mana buni o'rnatsak bo'ldi. Birozgina termopasta suramiz va buni o'z joyiga qo'yamiz. Kullerimizni ham, operativ xotiralarimizni ham o'z joyiga qo'ydim va kullerni ulab qo'ydim. Ana endi shu konstruksiyani korpusga joylasak bo'ldi. Afsuski, berilib ketib butun boshli kompyuterni yig'ib qo'yibman, lekin hammasi zo'r, ishlashiga gap yo'q. Sistema o'rnatdim, qaranglar, juda ham chiroyli yonar ekan. Eng qizig'i, kullerlarni rangini o'zgartirsak, vashi boshqa dunyo bo'lar ekan deb. Wow. Aytgancha azizlar, qattiq diskni qo'yish yoddan ko'tarilibdi. Keyin men uni pastdagi kullerni o'rniga qo'ydim. O'zi joyi shunaqa ekan. Kullerni bo'lsa tepaga olib qo'ydim. Shundan keyin kompyuter egasi kelib, "Brat, menga kompyuter srochniy kerak, bermasangiz bo'lmaydi" deb olib ketdilar. Xullas, birinchi marta testlarsiz videoni tugatishim. Agar sizga kompyuter kerak bo'lsa, bemalol mana shu ekrangizda ko'rib turgan Telegram profiliga murojaat qilishingiz mumkin. Istalgan kompyuterni yig'ib beramiz va butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz ham mumkin.